alkenlar mavzusidan mega to'plam bo'yicha masalalarda ko'rib chiqamiz. Birinchi savol: etilen qatori uglevodorodning vodorodga nisbatan zichligi 28 ga teng. Bu moddaning molekulyar formulasini aniqlang deyilyapti, masalan, sharti bo'yicha. Bolalar, alkenlarning umumiy formulasi qanaqa edi? Alken. Formulasi qanaqa edi? SnH2. SnH2n. Bolalar, mana shu alkenning etilen qatori uglevodorodning deyapti. Vodorodga nisbatan zichligi 28 ekan. Demak, zichlik vodorodga nisbatan o'lchaydigan bo'lsak, 28 ni ko'paytiramiz 2 ga, chunki molekulyar massasi 2. Necha kelib chiqadi? 56. 56. Abituriyentlar, alkenlarda massa topish formulasi nechaga to'g'ri keladi shunda? 14n. 14n. Qandan kelib chiqdi? Uglerod 12 ni 1 n ga ko'paytirsanglar 12n, vodorod 2n, jami qo'shsanglar 14n. Demak, 14n teng 56 ga. Endi qiymatini topish uchun 56 ni 14 ga bo'lib qo'yasizlar. 4 bo'ladi. 4 bo'ladi. Demak, nomlaymiz. Uglerod 4 ta bo'lgan alken qaysi? S4H8. Buten bo'ladi. Buten. Javob bormi? Mana B javob ekan, demak. Ikkinchi savol xuddi shunga o'xshash. 3 ta ishlaymiz. Quyidagilardan qaysi bir alkenlar oilasiga kirmaydi deyapti. Birinchisi S2H4 eten, bu kiradi. S3H6 propen kiradi. S4H8 buten kiradi. Bolalar, S6H14 deyapti. Bu qaysi uglevodorod? Alken bo'ladi. Alkan bo'ladi. Mana shu kirmaydi. Demak, javobni kirmaydiganini so'rayapti. Bu alkan. D javobni olamiz. Savollar bormi? Yo'q. Demak, 4 xuddi shunga o'xshash. 5. Tarkibi S6H12, ya'ni geksen bo'lgan modda bo'ladi deyapti. Qaysiga to'g'ri keladi? Geksen. Nima? S6H12 bo'lsa bolalar, SnH2n ga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Formulasi SnH2n ga to'g'ri keladigan javobni olishimiz kerak. Aren chiqaramiz. Alkinni chiqaramiz, to'g'rimi? Siklalkanlar formulasi ham SnH2n edi, alkenlarning formulasi ham SnH2n edi. Bir-biridan farqi nima edi bularni? Qo'sh bog'i bilan farq. Ana, to'ppa-to'g'ri. Yana bir nomi sinflar aro izomer deymiz, to'ppa-to'g'ri. 6-savol xuddi shunga o'xshash.